Otmayapman, yaxshi hammasi. Yo'q, yaxshi. Xo'p, Shahrizoda, keling tanishib olamiz. O'z haqingizda ma'lumot bersangiz. Ismim Shahrizoda. 23 yoshdaman. 24 kiraman. Shu o'zi yo'nalishim, soham target yo'nalishi bo'yicha edi. Hozir bilasiz, IMNP bilan ham ishlab kelaman. O'zi targeting yo'nalishida IMNP bilan bir 3 yildan beri ishlab kelamiz. Orada pererif bo'lib qoldi. To'yim bo'ldi, u bo'ldi, shu bilan to'xtadi. То есть hozirgi yo'nalishimiz endi boshqacharoq. Marketing yo'nalishida hozircha ishga oldilar IMNP. Hozir ular bilan ishlab kelyapmiz. Hozirgi menga kerak bo'lgan ma'lumotlardan shu ssenariylar yozish, kontentlarda o'sha yo'nalishlar bo'yicha kerak bo'lyapti. O'shaning uchun o'sha tomonlama qiynalayotganim uchun shu kontentlar yaxshi yozadigan anaqalarni kuzatib kelyotgandim. Hozir o'zi oldin ham kuzatardim. Madina Nig'matullayeva bilan ishlaganingiz, proyektlaringizni kuzatganimda maqtagan edilar-da, yaxshi. Adashmasam 18+midi. O'shani qilganinglarda ana qildim. Ular bilan ham ishlaganman, Madina bilan ham. Hozirgacha ham ishlab kelamiz. Targetlarda alohida. Shu. Faqat shu ssenariy yozishlarda, kontentlar yozishlarda ozgina muammo bo'ladi. То есть unaqa kreativniy bo'lmagani uchun o'sha tomonlama qiynalaman. Tushunarli. Tushundim sizni. Yaxshi emas siz bilan gaplashibdan kechib qolsam. Yo'q. Tushunarli. Demak, men anchadan beri taniysiz. Madina ishlarimizni ham ko'rgan bo'lsangiz. Targetlaringiz chiqib keluvdi. Madina bilan ishlayotgan paytingiz o'shanda kuzatganimni. Tushunarli. O'zi necha yildan beri bu sohadasiz? Kimlarda o'qigansiz? Birinchi bola Ulug'bek Po'latov bo'lardi. Balida ketadi o'sha paytdan 2020 почти bo'lsa kerak. 2019, 2020larda kirib kelganman bu yo'nalishlarga. Ulug'bek Po'latovda o'qiganman, keyin nima desam, digital yo'nalishida target yo'nalishlari bo'yicha o'sha alohida ekspertlarda o'zida o'qiganman. Kamol Digitalda o'qiganman, keyin yaqinda yana Anvar kurslarida o'qiyapman. Anvar qaysi kurslarda o'qasiz? Hozir IMNP o'zlari proyektlarida olgan kurslar. Anvar qaysi? Mentor. Anvarcha anaqa bilan ishlaylar-ku. Supermiya. Mentorliklarda o'qasizmi? Ha, do'st berishdi menga. O'zi ko'proq qiziqishingiz shunda targetgami yo kontent ssenariylarga qiziqasizmi? O'zi umuman olganda yangi yo'nalishda men bu IMNP bilan yangi anaqada ishlayotganimiz uchun kontentni ham ko'proq o'rganishim kerakligi. Asosan menda digital yo'nalish bo'lib kelganda men bu texnik tomonlama. Endi hozir bu tomondagi anaqalarni ham tushunishim, ishlashim kerak bo'lgani uchun, talab qilinayotgani uchun shu narsalarga ham hozir qiziqaman. IMNPda aynan nimaga javob beryapsiz? Hozir nima vazifalaringiz bor? Полный zapuskda ketadigan yo'nalishlarda kontentiga, ssenariylariga qanaqa ketyapti, agar men bu target yoqilinadigan bo'lsa, targetda ssenariylarni yozish kerak bo'ladigan joylari bo'lsa, o'shalarni keyingi zapusklarda agar qo'limdan kelsa, o'rgansam, o'shalarni qilishga. Zo'r, tushunarli. Tushundim, Shahrizoda. Demak, hozirgi kunda nima muammolaringiz bo'lyapti? Bittalab sanab bera olasizmi? Hozirgi kunda to'g'risini aytsam, umuman hayotim davomida ssenariylar yozib ko'rmaganman. Kontent planlar qanaqa tuzilishi kerak, qanaqa tuzilinadi, qanaqa yozilinadi, nimaga asoslanib qilinadi, ular qanaqa og'riqlardan kelib chiqilinadi, o'shalar tushuncha yo'q. To'g'ri, endi targetda kerakli bo'lgan naqasini aytib berishim mumkin, uni prям kontentini to'liq yozib bera oladigan darajada emas-da, o'shaning uchun. Tushunarli. Bunga sabab menimcha siz shu target bo'yicha boshqa sohalar, boshqa yo'nalish bo'yicha o'qiganingizda bo'lsa kerak. Qiziqish bo'lmagan, ha. O'zimda unaqa o'sha narsaga moyillik bor deb ham o'ylamaganman-da. O'shaning uchun agar to'g'ri keladigan bo'lsa, lekin agar to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, sinab ko'rish kerak baribir odam o'zini. To'g'ri. Yana nimada muammo bo'lyapti? Hozircha shu kontent bo'yicha shunday muammolar. Kontent. Menimcha sizni yo'nalishingiz ham shu dedi, to'g'rimi?
Mani yo'nalishim o'zi content prodyuserman-da. Content orqali obunachilar olib kiramiz, ekspertlarni shaxsiy brendini qilib beramiz. Tushunarli. Hozir faqat shunda imani popni ishlayapsizmi yo boshqa loyihalaringiz ham bormi? Asosiysi IMNP, qolganlari anaqada. То есть donada ishlaydi, alohida proyekt. Kichkina donaga ishlanadigan proyektlarda taklif tushsa, o'sha bilan qanchadir muddatgacha ishlanadi. Chekingiz taxminan qanaqa o'rtacha chekingiz? Hozir boshlanishi 800 dan u yog'ida, 800 dan u yog'i 1000 dan plus. Har doim har xil. Misol, qaysidir oy umuman ishlamasligi mumkin, qaysidir oy bo'lishi mumkin, shunaqada. Proyektni olishimga qarab. O'zingiz chekingizni ko'tarib agentство qilishni o'ylab ko'rmaganmisiz? Hozir oldinda bo'lgan-ku, to'yim bo'lgandan keyin o'sha u narsada hozircha sharoiti yo'q. U narsada shuning uchun. Ishlashimda ham, to есть men bu erkak kishi boshqa narsalar bo'lmasa, rozi bo'lishganda, shuning uchun ham u narsalarda anaqa bor. Demak, content yozishda qiynalmayman deyapsiz, ya'ni qanaqa yozishni bilmayman deyapsiz. Oldin o'rganishga harakat qilib ko'rdingizmi? Ya'ni nimalar qilib ko'rdingiz? Yo'q, men endi boshlayapman. Endi o'sha narsa bo'yicha ishlab, o'qib, endi kuzatib, misol kim menga kerakli odamlar, kimlarni kuzatishim kerak, kimlar qanaqa yozadi, o'sha narsalarni sekin-sekin. Copywriting bo'yicha ham unaqa qilmaganman, to есть o'qimaganman hech qayerda. Tushunarli. O'zi mana yaqin 6 oyga nima rejalaringiz bor? Nimalar qilmoqchisiz? Hozirgi kunda mana shu o'zimni men bu IMNP bilan ishlamoqchi bo'lgan proyektimdagi yo'nalishni chuqurroq o'rganish, marketingga kirish, o'sha targetdan chiqqan holatda. Endi to'g'ri targetni ham qilaman-ku, asosiy muhim bo'lgan ishlarni o'rganib turib, o'shalar bo'yicha ketish hozir. Yo'nalishimni yana ham mana yaxshiroq anaqaga chiqarish. Yangi darajaga. Chekni ko'tarish, shunaqa. Chekingizni ham ko'tarishingiz kerak, to'g'ri. Yana nima planlaringiz bor? Hozircha karyera. Yaxshi-ku. Shunaqa. Hozir taxminan necha pul topasiz agar sir bo'lmasa oyiga? Aytdim-ku, 800 dan u yog'ida. U ham har doim emas, to есть demoqchiman. Qaysidir oy bo'lishi mumkin, qaysidir oy bo'lmasligi mumkin. Chunki proyekt chiqishiga qarab turibdi. Iloji boricha kichkina proyektlarni men bu olmaslikka harakat qilaman. Budjet ajrata oladigan $1000 dan u yog'iga ajrata oladigan klientlar bilan ishlayman-da. Targetda. Tushunarli. Ya'ni menda aynan nimani o'rganmoqchisiz? Ya'ni kontentlarni, ssenariylar yozishni ko'proq? Yana bormi? Nimadir mavzuda o'rganmoqchi bo'lganingiz, masalan, chekka ko'tarishmi yoki переговорlar, komanda qurishmi? Endi to есть uni agar u narsalar bo'lsa ham plusku, zarari yo'q, конечно. Asosan mana shularda endi просто baribir odam o'zini ustida ishlash bo'lgani uchun cheklanib qolmaydi demoqchiman. Hozirgi o'zim muammoyim bo'lgani uchun men shu narsalarni aytaman. Balki o'sha narsalarni o'rgangan holatda yana nimadirlar bo'lishi, takliflar tug'ilishi mumkin-da, o'sha jarayonda. Hozirgi kunda komanda qurish, bu narsalar haqida o'ylab ko'rganim yo'q. Hali ehtiyojingiz yo'q deb o'ylaysiz. Chunki o'zim hali u narsada o'zim pro darajada bo'lmaganim uchun komandani qurish uchun ham odam o'zi yaxshi bilishi kerak-da birinchi. Tushunarli. O'zingiz blog yurg'izasizmi yo yurg'izmaysizmi? Oldin yurg'izardim, hozir unda ham anaqa bor. Cheklov bor. Kuzatasiz yana bizning sohadan. Hozir ko'pchilik endi content bo'yicha aytolmayman-ku, o'zim digital yo'nalishim bo'yicha, targetim bo'yicha ko'pchilikni kuzataman. Blog anaqasi, kontentlari yoqadigan kimlar bor, masalan, eng yoqadiganlar? O'zim mazza qilib ko'radiganimmi? Hozir aytib bera olmayman. Mazza qilib ko'radiganlarim почти yo'q. To есть от души fanati bo'lib kuzatadiganlarim oldin bo'lgan. Hozir o'zimga kerakli bo'lgani uchun
live contentlar yoqadi asosan qanaqadir tennis shunaqaga o'xshagan narsalarda. Ishim yo'nalishim bo'yicha Hayot Sharipov bor. O'shalarni hozir Jahongir Po'latov kuzatyapman, kontentlari yaxshi chiqyapti. Hozirgi kunda. Yo'nalishdan tashqari YouTube formatiga o'xshagan olishyapti-da. O'sha kontentlarni hozir kuzatyapman. Ayni paytda hozir 2-3 kundan beri o'shalarni kuzatyapman. Tushunarli. Tushundim sizni. Demak, sizda asosan menimcha kontent bo'yicha ekan, boshqa menimcha zaprosingizni ko'rmadim. To'g'rimi? Qanaqadir bepul dars olish mumkin bo'lganda ham kontent bo'yicha olgan bo'larmidingiz? Agar bo'lsa shunaqa. Komanda yurg'izish shunaqasi bo'lsa ham menga yoqqan bo'ladi. Komandani qanaqa boshqarish kerak bo'lgan chasti bo'lsa ham. Chunki baribir men o'zim ham komanda bilan ishlayman-da, chunki komanda bilan ham muloqot bo'ladi, gaplashish kerak bo'ladi. U tomonlama yaxshi-ku, anaqa eplab keta olaman-ku, o'sha asosiy bo'lgan o'zimga kerak bo'lgan chasti bor-da baribir. O'zi oxirgi marta qachon bu kursda o'qidingiz? Men hozir o'qiyman. Anvarda o'qiysiz. Anvar kurslarida. Yaqinda yana bitta Shodiya degan qiz bor ekan, o'shaning kursida marketing yo'nalishi bo'yicha anaqalar bilan qilishadi-ku. TikTok bilan agar tanisiz. Nashadiyan. Tushunarli. Xo'p. Siz kontent bo'yicha kontent o'zi juda katta mavzu. Kontentni o'rganaman desangiz, menimcha bir kontent bo'yicha 4 soat gapirishim mumkin. Qisqacha suhbatimizda aytib ketishim mumkin. O'z kurs ochish niyatingiz bormi? Nima deysiz? Kurs ochish niyatingiz bormi o'zi? Menda faqat hozir mentorlik kursim bor. Bu offline va o'sha darajasi borlik uchun yangi darajaga chiqaradigan kursim bor. Ya'ni masalan, SMM mutaxassislar yoki content maker yoki любой mutaxassislarni o'sha chekini ko'tarib, yangi darajaga chiqib, o'zi komanda qurib, katta loyihalar olishni o'rgatadigan kursim bor. Nol uchun hozircha kursim yo'q. No, sizda o'sha darajangiz ham bor, nol uchun siz darajangiz. U kursim bor, u o'sha har 2-3 oyda ochiladi. Hozir o'sha birinchi potok yopilgan. Ikkinchi potok endi xudo xolasa ochish niyatimizda bor. Hop, kontent bo'yicha sizga aynan nimani, mana ozgina vaqtimiz bor, nimalarni sizga ma'lumot bering. Ko'proq sizga qisqacha aytganda. O'zi kontent nima, aniq asosida aniq qiladi. То есть qanaqa yoziladi? Nimadan kelib chiqib, ehtiyojlardan kelib chiqqan holatda o'sha u ham kastev qilingan holatda olib chiqilinadimi? Tushunarli. Hop, sizga qisqacha aytadigan bo'lsam, kontentni asosan bizni 90% odamlarning muammosidan kelib chiqib yozamiz. Kontentni ham o'zi bilsangiz, 4 xil kontent turi bor. Masalan, ekspertlik kontent bor, bilasiz. Ma'lumot beruvchi kontent bor. Shaxsiyat ochib beradigan kontentlar bor. Ya'ni u yoqda qanaqadir foydali ma'lumotlar, darsliklar bo'lish shart emas, shunchaki odamning o'zini shaxsiyatini ochib beradigan kontentlar bor. Va sotuvchi kontentlar bor. Unda primoy faqat nimaga sotuvga yo'naltirilgan kontentlar bor va live kontentlar bor. Ya'ni hech qanaqa ma'noga ega bo'lmagan, shunchaki odam hayot tarzini ko'rsatib beradigan kontentlar bor. Bizani hamma o'sha har bitta turiga qarab, biz boshqacha anaqa strategiya tuzamiz. Ya'ni ekspertni kontentni biz faqat odamlarning muammosidan kelib chiqib yozamiz. Masalan, mana Iman Ahmedovnada yo'nalishlari psixologiya bo'ladigan bo'lsa, o'sha psixologiyadagi odamlarning muammosidan kelib chiqib, biz kontent yozamiz. Uni biz qayerdan olamiz? Masalan, men uni o'zlaridan ham so'raganman. Ya'ni sizda mana konsultatsiyangizga yoki kursingizga ko'proq odamlar qaysi muammo bilan keladi? Yoki qaysi savol bilan sizga murojaat qilishadi? Yoki qaysi savolni sizga ko'p berishadi? Masalan, qaynota mavzusimi yoki xiyonat mavzusimi yoki pul qarzdorlik muammosimi, ya'ni o'sha biz eng aktual temalarni olganmiz, mana hozir ham ko'rayotganmisiz, o'sha mavzularni atrofida kontent qilamiz.
Ya'ni bu Kastefdan ham olganmiz biz bu narsani. Iman Ahmeddan o'zlaridan ham ma'lumot olganman. O'zim ham bozor analiz qilib, bilasiz, O'zbekistonda ko'pchilik ayollarning muammosi o'sha xiyonat, pulsizlik, qaynona qaynota mana shunaqa muammolar. Ya'ni shu muammolardan kelib chiqib biz yozganmiz. Shaxsiyat ochib beradigan kontentlar bo'lsa, unda biz Kastef qilmaymiz. Chunki Kastefda odamlarning muammosi kerak. Shaxsiyatda odamni o'zini qanaqaligini ochib beramiz. Masalan, o'sha inson o'zi mana hozirgi darajasiga qanaqa qilib yetib kelgan, nimalarni boshidan kechirgan, qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan, ya'ni qanaqadir o'zini hayotidagi qiziqarli voqealarni ochib beramiz. Bu nima uchun kerak? Mana har bitta kontent turini o'zini vazifasi bor. Ya'ni masalan bloger o'zmoqchi bo'lsangiz yoki qanaqadir loyihangiz bo'lsa, faqat ekspertni kontent qila olmaysiz yoki faqat shaxsiyat qila olmaysiz. Chunki uni har bittasini o'zini vazifasi bor-da. Shaxsiyat kontentni vazifasi odamlarga odamlar sizga ishonchini uyg'otadi, ya'ni sizga odamlar ishonishni boshlaydi. Chunki ekspertning kontenti bu prosta aqlli gaplar. Men sizga o'tirib olib, mana bunaqa qilib aqllilik qilishim mumkin, lekin siz meni shaxs sifatida taniganingizdan keyin siz menga ishonishni boshlaysiz. Masalan, men qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan, nimalarni boshimdan o'tkazganman, qanaqa boshlaganman, qanaqa noldan ko'tarilganligimni sizga aytib bersam, siz meni o'rtog'ingizdek taniysiz-da, yaxshiroq, yaqinroq taniysiz va menga ishonasiz. Shuning uchun bizda shaxsiyat kontentlar ham bo'lishi kerak, ekspertning kontentlar ham bo'lishi kerak, live ham bo'lishi kerak. Live bizga ko'proq ahvol topib beradi. Shunaqa, ya'ni biz qaysi turli kontentga qarab turib, o'shanga qarab tuzamiz. Masalan, ekspertning kontent bo'lsa, muammolardan kelib chiqib o'sha Kasteflardan, o'sha ekspertiza o'zidan so'rashingiz kerak ko'proq. Sizga qaysi muammo bilan kelishadi, qaysi odamlar muammosiga yaxshiroq yechim bera olasiz. Masalan, psixologlar ham bilasiz, har xil psixologlar bor, oilaviy psixologlar bor, yosh qizlar, ayollar uchun bor, yoki yosh kattalar uchun bor-da. Ya'ni o'shalarning yo'nalishidan kelib chiqib, ularning auditoriyasi ko'proq kimlar? Masalan, biz Madina bilan ishlaganimizda, Madinada ko'proq turmushga chiqmagan qizlar rosa ko'p edi. Biz ularga shu turmushga chiqish bo'yicha ko'proq kontentlar qilganmiz. Bularda Imanda ko'proq, mana o'zingizdan bilasiz, 25-30+ ko'p ekan. Biz ularga qaratilgan kontentlar qilyapmiz. Shunaqa. Ya'ni biz shundan kelib chiqib yozamiz. Kontentni umumiy mana 90% kontentlarni hammasini olsangiz, strukturasi bir xil. Boshida hook bilan boshlanadi. O'sha hookga yana ozgina hookda, ya'ni og'riq bilan boshlanadi. Og'riqqa ozgina urg'u beriladi. Yechim beriladi. Qisqacha yechim beriladi va tam call to action obuna bo'ling deyiladi. Masalan, xiyonatdan qanaqa qilib qutulish mumkin? To'g'ri, ko'p ayol qizlar xiyonatdan qiynaladi, xiyonat bo'lsa ajrashaman deydi, boshqa deydi. Yana og'riqqa yana kuchaytiramiz. Xiyonatda eng oson qutulish bo'lgan 3 ta qadami bor. Birinchisi mana bunaqa qiling, ikkinchisi mana bunaqa, uchinchisi mana bunaqa. Yana shunaqa foydali ma'lumotlar kelib bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'ying. Shu bu narsalarning hammasini, misol uchun, kontent yozadigan odamni polniy o'zi yozib berish kerakmi yoki ekspertni o'zi ham gapiradimi? Bizda qanaqa qilinadi? Biz ekspertlar bilan ishlayotganimizda bir 70%ni biz yozib beramiz. Masalan, mana Imanda hozir mana ikkinchi oy ishlayotganimizda hamma g'oyalarni men o'zim berganman. Ulardan men faqatgina muammosini bilib olganman. Ya'ni odamlar nima muammosi bor? Mana qarzdorlik, u bu, ya'ni ключевой so'zlarni bilib olganman, odamlarning muammosini, lekin uni men qiziqarli qilib olib chiqish meni vazifam. Masalan, odamlar muammosi qarzdorlik bo'lsa, men prosta chiqib olib, qarzdorlik haqida video desam qiziqarli emas, to'g'rimi? Ya'ni qiziqarliroq qilishga bor. Qanaqa qilib 21 kunda qarzidan qutulib, moliyaviy erkinlikka chiqish mumkin? Tushunasiz? Ya'ni oddiy muammoni men qiziqarliroq qilib chiqib berishim kerak. Ya'ni g'oya berish bu meni vazifam. Ekspert bo'lsa uni to'ldirib beradi. Masalan, men aytaman, xiyonatdan qanaqa qilib 3 ta qadam bilan qutulish mumkin? G'oyani men beryapman, uni qanaqa qutulish mumkinligini men bilmayman-ku. Shuning uchun ekspert o'zi aytadi. Mana bunaqa yo'llari bor. Endi sizni vazifangiz uni o'sha gapini upakovka qilib, masalan, ba'zi ekspertlar bor ko'p gapirib borishi mumkin. Masalan, ba'zi ekspertlar bor kam gapirib qo'yishi mumkin. O'shani siz to'g'rilab turishingiz kerak. Kam gapirsa agar yana to'ldirib bering. Agar ko'p gapirib borsa agar bo'ldi, agar syomka qilingan bo'lsa, montajda kesib yuboriladi u narsalar. Masalan, ya'ni sizni vazifangiz o'sha to'liq ekspertning gapini qisqartirib, chiroyli formatda yetkazib berish. Ya'ni siz o'sha tomoshabin sifatida videoni ko'rishingiz kerak. Ya'ni tomoshabin bo'lganda menga shu video qiziq bo'lgan bo'larmidi? Boshlanishi qiziqmi? Video uzun emasmi, qisqa emasmi? Videoni o'sha sifati yaxshimi? Svetli to'g'ri qo'yilganmi? Ya'ni u narsa uchun sizni vazifangiz. Tushundingiz? Ya'ni g'oyani siz berishingiz kerak bo'ladi. Target mana misol uchun hozir target videolarda ham juda ham muhim anaqani o'ynaydi. Ularda-chi, misol bir xil ekspertlar gapirishni bilmaydi, o'zida ideyasini bilmaydi. Unda ham polniy yozib berganini misol subtitr orqali o'qib berishadi. Endi menda men o'zi juda ko'p klientlar bilan ishlamaganman, lekin menda asosan yaxshi gapirib berishadi klientlarim. Unaqa muammo bo'lmaydi. Menimcha o'zingiz tanlab olasizda yaxshisini. Yo'q, mana o'zi menda
klient olishni ham o'rgataman-da, chunki klient olishingiz ham mana filtr qilishni o'rgataman-da o'quvchilarimga. Chunki har qanaqa odam bilan siz ishlab keta olmaysiz. O'zingiz filtrlaringiz bo'lishi kerak. Filtr nimaga asoslangan holda, чтобы ertaga sizga o'zingizga komfortni ham bo'lishi kerak. U bilan ishlash. Ikkinchidan, natija bo'lishiga ham klientdan ham bog'liqda. Agar klientingiz o'sha mana endi qo'rquv boshqa narsa, qo'rquv hammada bor kamerani oldida qo'rquv. Lekin mana xarizma bo'lmasa qiyin. Ana gapiradi-yu, masalan, siz bilan oddiy mana gaplashib o'tirsam, gapni yetkazib bera olmaydi. Juda ham monotonni gapiradi, juda past gapiradi, masalan. Yoki juda bir fikrni yetkazib bera olmaydigan odam bilan ishlash qiyin. Siz uni ming zo'r reklama qilib, zo'r vizuallar qilib bersangiz ham, u gapirib bera olmaganini hisobiga vizuallari uchmaydi. Odamlargacha yetib bormaydi. O'shaning uchun xarizmasi bo'lishi muhim. Bu 10 ta punktdan bittasida klient tanlashdagi. O'shaning uchun ertaga shunaqa odam tanlab qo'ysangiz, videolar natijalari bo'lmasa, o'sha siz aybdor bo'lib qolasiz. Uni ko'zida sizdan ko'radi. O'shaning uchun ham oldindan filtr qilgan yaxshi. Uni o'sha oladigan klientingiz qadriyatlari qanaqa, uni xarizmasi bormi, uni ekspertlik darajasi qanaqa. Masalan, menda bo'lgan shunaqa holatda umuman anaqa ekspertlik darajasi 0 bo'lganlar bilan ishlab qo'yganman-da, adashib. Ya'ni shunchaki shoshilib ishlab qo'yganman. Qarasam, u o'zini sohasida umuman bilmaydigan, ya'ni klienti ham yo'q, natijasi ham yo'q deb ishlab qo'yganman. Ular bilan natija bo'lmaydi-ku, chunki u tak klienti yo'q, masalan-da. Shuning uchun ham natija bo'lishiga 50% siz zo'r bo'lishingiz kerak, 50% klient o'zi ham zo'r bo'lishi kerak. Ham mutaxassislik darajasi, ham o'zini shaxsiyati, o'zini qadriyatlari ko'rinishi ham, конечно, chiroyli bo'lishi kerak. Yani приятный bo'ladi-ku. Приятный ham bo'lishi kerak, xarizmasi ham bo'lishi kerak. Bunaqalar bilan chunki qiynalasiz. Mana oddiy 20 ta video masalan bir oyda biz oladigan bo'lsak, agar xuddi o'sha narsani biz umuman gapira olmaydigan, umuman sakritli, umuman qiyin odamlar ishlasak, men как будто 40 ta video olgan deb bo'laman-da. U bilan energiyam ko'p ketib qoladi unga. Ya'ni uchun harakat qilish kerak. Bizda ham bo'ladi shunaqa holatda. Masalan, bizda ham baxtli klientlarim aytadi, men umuman kameraga gapirmaganman hayotda. Endi masalan, ular artist emas-ku, masalan, gapirmaganman deydi. Men obstanovkani shunaqa qilaman, syomkada чтобы u bemalol gapirsin. Masalan, kamerani chetdan qo'yib qo'yamiz. Menga qarab gapiradi ko'proq. Men uni eshitib o'tiraman, masalan. Перебивать qilmayman, masalan. Ko'p gapirib yuborsa ham mayli deb uni eshitib o'tirasiz-ku. Mana shunaqa bo'ladi-da. Shuning uchun чтобы u anaqa o'zini komfortni his qilib bemalol gapirib beradi. Lekin uni ham ro'parasiga kamera qo'yib, "Davay gapir" desangiz, u ham gapira olmay qoladi-da. Shunaqani moslashish ham kerak unga, lekin umuman xarizmasi bo'lmasa ham qiyin. Shunaqa. O'zi kontent bo'yicha men anaqada ham mentally darsimda ham o'zi 2 ta darsim bor. Ikkalasi ham 3 soatdan-da. Shu kontentni endi 0 dan o'rgatmaganman, chunki endi 0 uchun boshqa kursam bor-da. U yerda mana o'sha любой istalgan yo'nalishga farqi yo'q. U kosmetologmi, psixologmi, любой yo'nalishga kontent yozishni o'rgatganman. O'sha 0 dan boshlab. Kontent yozish, shunchaki kontent yozishni ChatGPT ham o'rgatib qo'ya oladi. U yoqda men anaqani o'rgatganman, o'sha million prosmotr yig'adigan roliklar qilishni, qanaqa qilib o'sha topga olib chiqadigan, kontentlarni ham mana har xili bor. Maqsadli kontentlar, obunachi olib kiradigan kontentlar bor. Sotib olib keladigan kontentlar bor. Просто ahvol topga beradigan kontentlar bor. Ya'ni har bittasini turi nimadan iborat? Har bittasi qanaqa yoziladi? Masalan, sotuvchi kontentda sizga million prosmotr olib kelmaydi, lekin sizga sotib olib kelib berishi mumkin. Masalan, o'sha siz ehtiyojingizdan kelib chiqib yoza olasiz-da har bittasini. Uni har bittasini chuqurlashib o'rgansangiz, o'shanda masalan sizga u ko'p vaqtingiz ketmaydi. Bir martaga o'rganib olsangiz, ancha-munchaga yetadi. Chunki hozir baribir ham Instagram yana yengillanyapti, boshqacha anaqalar chiqyapti. Shu har yili yengillab tursangiz, bilimlaringiz uchun o'zi yetadi-da. Shunaqa. Qanaqa yana savollaringiz bor kontent bo'yicha? Shu hozir sekund mang. Ne yaxshimisiz? Avval Aka, shu asosiy mana shu anaqa bo'yicha edi-da savolim. Agar mentorligingizda anaqa kuzatib chiqaman, agar menga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, xudo xolisa. Yo'q, bemalol anaqa qilsangiz bo'ladi. O'zi faqat kontentni o'zi bo'ladigan bo'lsa, kontent o'zi bo'yicha dars qilsangiz ham sizga yetarli bo'ladi. Masalan, hozirgi kunda boshqa muammolaringiz bo'lmayotgan bo'lsa, bitta kontentni o'zini o'rganib olsangiz, sizga yetarli bo'ladi deb o'ylayman. Hop, rahmat sizga. Rahmat, tanishgandan xursandman. Ishlaringizga omad. Gaplashamiz yana. Hop.